Hayotingizda zo'r bo'lishini xohlasanglar, kelajakda va hozir gunohdan ehtiyot bo'linglar. Siz bilan biz qilayotgan bu ibodatlarimizdan ko'zlangan maqsad mana shu xushu, taqvo, qo'rquv edi. Agar biz namoz o'qisak, ro'za tutsak, zikr aytsak-ku, hayotda qilayotgan ishlarimiz bu zikrimizga, namozimizga to'g'ri kelmasa, demak biz bu amallarimiz faqat shakliy bo'lib qoldi. O'shuning uchun rizqingizda baraka yo'q. O'shuning uchun boshingiz qarzdan chiqmayapti. O'shuning uchun ishingiz yurishmayapti. Ming xil yo'lini qilib ko'ryapsiz. Har xil bir treninglarga borib, biznes trenerlardan eshityapsiz, lekin hech ham bo'lavermayapti-da muammo yechimi. Sabab nima ekan? Sabab nima ekan? Ana shu qilayotgan ishlarimiz bizning hayotimizda aksi ko'rinmayapti, ibodatlarimiz. Shuning uchun aytyapmiz, birodarlar, har bitta holatingda Alloh seni kuzatib turishiga aniq ishonsang, mushkulalaring hal bo'ldi. Gunoh qilmaysan, mana shu mushkulalaringni hal bo'lgani bo'ladi. Tushundinglarmi, ukalar?